O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-fevraldagi oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini ishga joylashishga ko'maklash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Buxoro shahrida ham Talaba Expo 2025 ko'rgazma yarmarkasi tashkil etildi. Mana bunaqangi Expo ko'rgazmalar ish beruvchi va bitiruvchi yoshlar o'rtasida keng imkoniyatlar va bog'lovni qilib beryapti. Mana bugun Talaba 2025 Expo tadbirida Buxoro davlat universiteti tabiiy fanlar va agrobiyo texnologiya fakultetidan 200 nafar, jami Buxoro davlat universitetidan 2000 dan ziyod talabalar ishtirok etmoqda. Bu talabalar o'zlariga mos ish o'rinlariga joylashib boryapti. Ko'rgazma yarmarkasining tantanali ochilishida ta'kidlanganidek, davlatimiz rahbari tomonidan bitiruvchi yoshlarni ish bilan ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, bu borada har yili katta mablag'lar yo'naltirilmoqda. Aynan kelajakka qadam dasturini amalga oshirish bo'yicha 4 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' aynan yoshlarga yo'naltirilish masalasi qo'yildi. Bugun mana Buxoro viloyatining 10 ta oliy ta'lim tashkilotining salohiyatini aytish kerak. Joriy yilda 12 mingdan oshiq bitiruvchisi bor va amalda buxorolik bo'lgan bitiruvchilarimiz esa 15 mingdan oshadi. Aytish mumkinki, mazkur ko'rgazma yarmarkasi yoshlarni bo'sh ish o'rinlari bilan tanishtirish, ularni ilg'or g'oyalarni o'rganish va tahlil qilish va viloyatdagi yirik mavjud korxona tashkilotlar faoliyati haqida ma'lumot berish imkoniyatini yaratdi. Bugungi Talaba Expo 2025 tadbirida 100 dan ortiq korxonalar o'z ish o'rinlarini taklif qilyapti va biz haqiqatan ham bularni o'rganib, o'z ish o'rnimizga ega bo'lyapmiz. Bugungi muhtaram yurtboshimiz tashabbuslar bilan tashkil qilingan Talaba Expo ko'rgazmasida ham biz o'zimiz korxonamizda mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etmoqdamiz va mavjud bo'sh ish o'rinlari yuzasidan 60 dan ortiq bitiruvchi yoshlar bilan suhbat o'tkazdik va Buxoro texnika universiteti bilan o'zaro hamkorlik anglashuv memorandumi imzoladik. Kasb ko'rgazma yarmarkasida 10 mingga yaqin yoshlar qatnashdilar. Ular ish beruvchi tashkilotlar bilan suhbatdan o'tib, aksariyati ishga joylashdi. Mingga yaqin qatnashchi tadbir doirasida o'z tadbirkorlik loyihasini taqdim etdi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.